Qizg'aldoq. Dadam uydan sim qoqib, ammangnikiga ketayapmiz. Sen ham tezroq yo'lga chiq, deganida yuragim g'alati bo'lib ketdi. Ammajonim, dadamning yolg'izgina singillari taqdir taqozosi bilan qo'shni davlatning chekka viloyatiga kelin bo'lib tushgan. Toshkentda oliygohda o'qib yurib, kursdosh yigitga ko'ngil qo'ygan ekanlar. Ammamlar har yili yozda bolalari maktabdan ta'tilga chiqqach, bir dunyo hayajon va bir xalta sovg'a salom bilan qishloqqa kelib ketishardi. Turkiston vokzalidan tong saharlab ammamni dadam ikkimiz kutib olardik. Uning g'alati odati bor edi. Shodligida ham va g'amgin paytida ham ko'zlarida yosh qalqib turardi. 3 hafta turib, ko'zda yosh bilan xayrlashib ketardi. U paytlar go'dak edim. Ko'p narsani tushunib yetmasdim. Yillar ketidan yillar oqar suvdek o'tardi. Buvim dunyodan o'tarda ilhaq yotdilar. Ayniqsa, omonatini topshirar payti ancha mustar bo'ldilar. Dadamning aytgani bo'yicha, onam o'tgan yili ammam unutib qoldirgan ro'molni qo'shni ayolning boshiga o'ratib, "Onajon, Nozima keldi", deya boshlab kirdi. Buvimning xira bo'lib qolgan ko'zlari charaqlab ketdi. Qo'shni ayolning boshini qayta-qayta silab, omonatini topshirdilar. Buvimni so'nggi manzilga qo'yib kelgach, tunda ammam yetib keldi. Uning ko'chani boshiga ko'tarib, ho'ngrab kelgani kechagidek yodimda. "Olisga tegmay men o'lay, baxtsiz bo'lmay men o'lay", deya yo'qlovga qo'shib aytgandi o'shanda ammajonim. U paytlar maktabni bitirish arafasidagi yigitcha edim. O'shanda ammamning yig'lab kelishlari sababini tushungandek bo'lganman. Bugun esa ko'nglim qandaydir noxushlikni sezib, behuzur bo'la boshladi. Oliygohda imtihonlar nihoyasiga yetgan. Mehnat ta'tiliga ketishimizga bir hafta bor. Javohirga, ammamning o'g'liga telefon qildim. Uning yig'lab turib, savollarimga qisqa-qisqa javob berishi masalani yanada oydinlashtirdi. Poyezdga chipta oldim. Yo'lga otlandim. Hamrohlarimdan biri Mo'ysafid otaxon. Choy ichib bo'lgach, ordona qurib, tasbeh o'girishga tushdi. O'rta yoshdagi ayol yonidagi juvonga qandaydir voqeani hikoya qilmoqda. Ayolning sal dag'alroq, ammo yoqimli shevasimi, barmoqlaridagi tizilib turgan uzuklarimi, nimasidir yana ammamni yodimga soldi. O'tgan yilgi birinchi mehnat ta'tilim janub shaharlaridan biriga edi. Yo'l usti ammamnikiga kirib, 2 kun mehmon bo'lgandim. Pochcham juda jaydari, mehmon do'st kishi. Meni vokzaldan kutib olib, Amudaryo balig'iga rosa to'ydirganda o'shanda. Ammam meni ko'rib xursand bo'lganidan shippak kiyishni ham unutib, darvoza oldiga yalang oyoq chopib chiqqani kechagidek yodimda. Ammam men ko'rgan yillar ichida ancha o'zini oldirib qo'yibdi. Qandaydir entikib nafas olardi. U, "Akamning hidini keltirgan bo'ylaringdan aylanay", deya qayta-qayta bag'riga bosar. Shodlikdan ko'zlarida yosh qalqib turardi. Choy ichib o'tirib, suhbatlashib, gapimiz hech tugamasdi. Ammam mahalla ahlini, qishloq yangiliklarini qayta-qayta so'rab charchamasdi. Bir payt u meni bog' etagidagi katta hujum tagiga boshlab bordi. "Bu yil bahorda qiziq voqea bo'ldi", dedi u daraxt tagiga imo qilib. Bir kuni ertalab tursam, xuddi shu yerda bitta lola qizg'aldoq ochilib turibdi. Qishlog'imizda o'sadigan qip-qizil qizg'aldoq. Yal-yal yonib, oftobda tovlanishini ko'rsang edi. Qo'shnilarimni chaqirdim. Ular hayron qolishdi. Chunki kelganimga 40 yil bo'layapti-yu, bu yerlarda lola qizg'aldoq ko'rgan emasman. Qo'shni ayollar ham ilk marta ko'rib turibdi. Ularga bu lola qizg'aldoq. Biz tomonlarda bog'-rog'lar, qir-adirlarni qoplab ochilib yotadi. Lola qizg'aldoq Turkiston tomonlardan meni izlab kelgan, dedim g'urur bilan. Bir qancha kun qumg'onda suv tashib quyib yurdim. Bir kuni ertalab tursam,
Qizg'aldog'im yo'q. Qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'libdi. Yanagi yili yana ochilsa kerak-a? Balkim bir to'p bo'lib ochilar. Ammamning iltijo bilan boqib turgan ko'zlariga qarab, albatta ochiladi amma, dedim ishonch bilan. Poyezd yo'lovchilarni tezroq manziliga yetkazish ilinjida shamoldek yelib bormoqda. Ammam bilan bog'liq xayollarim yana uzoqlarga, tog' oldida joylashgan so'lim qishlog'imizga yetaklayveradi. Bu yil esa yeru ko'kni qip-qizil lolalar qoplagan bahorda. Inna illahi rojiun. Yuzimga Fotiha tortib bilgan oyatlarimni takrorlayman. Qabringiz atrofida siz yaxshi ko'radigan, oftobda yal-yal tovlanadigan alvon rangli lolalar ochilib yotadi. Sizga va'da beraman, ammajon. Ammajon, aqli kech kirgan jigaringizni kechiring. Bizdan rozi bo'ling. Poyezd gilamday alvon rang lola qizg'aldoqlarni ortda qoldirib, yelib bormoqda.